Sure Fussilet tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Hamim. Bu nihayet şefkatlik, mehriban Allah tarafından nazil kılıngan vahiydir. Ayetleri oçuk bayan kılıngan kitaptır. Bildiğin kavim için nazil bolgan Arapça Kur'an'dır. Müminlerge cennet bilen hoş haber bergüçüdür. Kafirlani devzak bilen agahlandırgıçıdır. Ula yani müşriklarının tolisi onun ayetlerini fikir kılıştın yüz öğürdü. Ula onunla kulak sanmaydı. Ula peygamberge bizning dillerimiz sen bizni davet kılgan neslerden perdilengen, kulaklarımız eğir. Sen bilen bizning aramızda perde, yani dini cihette oğuşmazlık ba. Sen öz işini kıl, biz mu hakikaten öz işimizni kılaylı. Yani sen mu öz dinin bilen bol, biz mu öz dinimizle bilen bolaylı deydi. Sen müşriklağa, sen müşriklağa, men silerge okşaş insan men. Bana ilahinla bir ilahdır dep vahiy kılındı. Onunla iman ve taat ibadet bilen yüzlününla ve onunla mağfiret tilenla digin. Müşriklağı vay. Ula zakat vermeydi. Ahiretke işenmeydi. İman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlığa elbette üzlüksüz savap verildi. Sen ulağa sile ziminni 2 günde yaratkan Allah'ını inkar kılamsile ve onunla şirikle keltiremsile. O alemlerinin Rabbidir digin. O ziminnin üstüde nurgun tağlan yarattı. Ziminni bereketli kıldı. Ehli ziminnin rızkını belgiledi. Ziminni yaratış bilen ahalisinin rızkını belgileşini kem ziyadesiz beraber 4 günde tamamladı. Ziminnin ve onundaki neslerinin yaratılış müddetini soruğucular için bu cevaptır. Andın o asmanını yaratışık yüzlendi. Halbuki o tuman altıda idi. Asman bilen ziminga ihtiyari yoki ixtiyorsuz holda kelinglar, yani emrimni qabul qilinglar dedi. İkilisi ixtiyori keldi dedi. Allah 7 asmanni 2 günde yarattı. Her asmanның işini özüge bildirdi. Yani her asmanның ihtiyaclıq işlerini orunlaştırdı. En tüvenki asmanını yıldızlar bilen zinnetledik ve kovduduk. Bu en şu galip hemmini bilgici Allah'ın takdiridir. Eğer ula bu bayanlardan keyin imandan yüz öğürse, sen ulağa sileni Ad ve Semud kavimlerinin beşiği kelgen azapqa okşaş azaptın agahlandırman digin. Öz vaqtida ulağa oldu keynidin, yani hemme taraftan peygamberler kelip bir Allah'tan başka ibadet kılmanla dese, ula eğer Rabbimiz halasa çokum periştilerini düşürgen boladı. Biz silenin peygamberlikinlerini hakikaten inkar kılmayız dedi. Ad bolsa ziminde Allah'ın bendileri Hud ve onun bilen iman etkanlığa haksız revişte yoğancılık kıldı. Ula küçük kuvvette bizden kim artık dedi. Ula özlerini yaratkan Allah'ın küçük kuvvette özlerden üstün ikenlikini bilmedi mi? Ula bizden ayetlerimizni inkar kıldı. Ulağa bu dünyada la har kılgıcı azapını tetitişimiz için şum günlerde qattiq soğuk şamalını evettik. Ahiretinin azabı teximi har kılgıcıdır. Ula
azobni dab'iy qiladigan yordamga erisholmaydi. Samutqi bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. İman etqanlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga ergashganlarni azobdan qutqizdik. U kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'plandi. Oldi orqasi yig'ilib bo'g'icha to'xtatib qo'yildi. Ular do'zaxga kelganda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ularning qilmishlari haqida guvohlik berdi. Ular o'zlarining terilariga "Nemishqi bizning ziynimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terilari "Har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilasizlar" deydi. Sizlar dünyadaki çığınlarda quluqınlarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chığınlarda rasvo bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yoshirgan edinglar. Va halanki a'zolaringlarning sizlarning ziyninglarga guvohlik beradiganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Allah bilmaydi deb gumon qildinglar. Rabbinglarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Agar ular azobga chidasa, chidamchanlikning foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erisholmaydi. Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Ular, ya'ni shaytonlar ularga oldi keynidan narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan gunohkor, shaqiy ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi. Chunki ular ziyon tortquchilar edi. Kafirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Biz kafirlarga cho'qim qattiq azobni tetitimiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlariga beriladigan jazo ana shu do'zaxdir. Ularning mangulik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo berildi. Kafirlar, Rabbimiz insonlardan va jinlardan bizni ozdirganlarni bizga ko'rsatgan. Ularning eng xorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz. Oyoqlarimizning ostida chaylaymiz deydi. Şübhisizki Rabbimiz Allah'tır deganlar ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar taqan narsalarning hammasi va tilgan narsalarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan zinnatdir deydi. Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan,
yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmondinman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil tug'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasib egasilar erishalaydi. Agar shayton seni vasvas qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tiligin. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Kechi bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar. Agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kech kunduz Allohga tasbih etib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishidi. Shubhisizki zaminni terildirgan zot o'liklarni albatta terildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki bizning oyatlarimizni burmalab tushundiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaq tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqininglarni qilinglar. Shubhisizki Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Shubhisizki Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidinmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qilg'uchi madhiyaga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sana mushriklar tarafidan aytiladigan so'zlar faqat ilgiriki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhisizki sening Rabbing mag'firat egisidir va qattiq azob egisidir. Mubodi biz uni ajam tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqi uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ayni shular yiroqdan nido qilinguchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. U haqda ixtilof bo'ldi. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqarilatdi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigadir. Kimki yomon ish qiladi ekan, ziynimi o'zigadir. Rabbing
bandalarga zulm qilg'uchi emasdir. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Alloh xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. U kunda Alloh ularga mening shiriklarim, ya'ni sizlar menga shirik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening shirking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda to'qigan ma'budlari, ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan ma'budlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joyi yo'q ekanligini aniq biladi. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetishsak, u cho'qim bu o'zimning tirishchanligidan kelgan, qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubodo qiyomat bo'lib, men Rabbimga qaytarilgandimmi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Rabbiga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, hakovrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, aytib beqinglarchu, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar, uni inkor qilsanglar, holinglar qanday bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidinmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardinmi gumroh odam bor, sizlardinmi gumroh odam yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligini aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'z tuttiramiz. Rabbingning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Rabbiga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turguchidir.